Prezidentga qarshi eng shov-shuvli suiqasd. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. 1999-yilning 16-fevral kuni poytaxtdagi Mustaqillik maydoni, Ichki ishlar vazirligi tashqi iqtisodiy faoliyat, Milliy banki va Nodirabegim kinoteatri binolari yonida 6 ta portlash yuz bergan. Bularning 5 tasida portlovchi moddalar to'ldirilgan yengil avtomobillar masofadan turib portlatilgan. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida 1998-yil yakunlari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tishi, unda Islom Karimov ishtirok etishi rejalashtirilgan. Rasmiy xabarlarda dastlab terakt sifatida baholangan hodisa keyinchalik davlat rahbariga qaratilgan suiqasd sifatida malakalangan. Jumladan, o'sha vaqtdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov o'zining Ortda qolgan tahlikali kunlar nomli kitobida mazkur voqeani Prezident Islom Karimovning hayotiga tajovuz deya aytgan. Odatda men majlislarga 10-15 daqiqa oldinroq kelaman, lekin shu kuni ozroq kech qoldim. Balki Alloh meni saqlagani shudir. Portlovchi moddalar to'ldirilgan mashina bino yoniga qo'yib ketilgan. Undan tushib qochgan ikki yigit avtomatlardan o'q uzishgan. Mana shu paytda men o'tirgan mashina hududga kirib kelayotgan bo'lgan. Qo'riqlash xizmatimiz boshlig'i Rustam Xadjayev oldimizga yugurib chiqib, qichqirib yo'ldan qaytardi va shu tarzda mashinani to'xtatib, hayotimni qutqarib qoldi. Agar yana 3-4 sekund yurganimizda portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan mashina yoniga kelardik va mashinamiz ham portlab ketardi, deya o'shanda jurnalistlarga intervyu bergan. Garchi bungacha mamlakat tarixida kuzatilmagan favqulodda holat ro'y bergan esa-da, hukumat yig'ilishi qoldirilmagan, balki o'sha kunning o'zida Qonunchilik palatasi binosida o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotlarda keltirilishicha, qo'poruvchilik hodisasi natijasida 13 kishi qurbon bo'lgan, 100 nafardan ortiq odam jarohatlangan. Portlash qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirish maqsadida 1999-yil 18-fevral motam kuni deb e'lon qilinadi. 16-fevral voqealaridan keyin O'zbekistonda xavfsizlik masalalarida keskin qarorlar qabul qilindi. Asosiy binolar to'sib olindi va qo'riqlashga jiddiy ahamiyat berildi. Milliy xavfsizlik xizmati vakolatlari kengaytirildi. Aqidaparastlik, radikalizm bo'yicha javobgarlik kuchaytirildi. Juda ko'pchilik bu ayblovlar bilan hibsga olindi, deb yozadi Ishonch nashri. Jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan shaxslar haqida xabar berganlik uchun o'sha davr uchun juda katta mablag' 240 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli va'da qilingan. Xalqaro amnistiya ma'lumotlariga ko'ra, portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 22 kishi sud qilingan. Jinoyatga aloqador shaxslarni ta'qib qilish 2021-2023 yillarda ham davom ettirilib, bir qancha shaxs xorijdan ushlab keltirilgan va sud tomonidan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Lolazor podkastidagi chiqishda 1999-yil 16-fevral kuni Toshkent shahrida portlashlar sodir bo'lishini O'zbekiston hukumati oldindan bilgan, lekin uni to'xtatishga urinmaganini aytgandi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.